الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hürmetlik oquvchilar, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Tanqihul usul fi ilmil usul nomli kitobimizning, ya'ni Sadr Sharia Ubaydullah ibn Mas'ud At-Taj Sharia Al-Mahbubi Al-Bukhari yozgan bu qimmatlik asar usul kitobining 10. Dersiga keldik. Endi biz bu dersimizni boshlashdan burun bundan ilgirki derslarni qisqacha bir yig'inchoq shaklda takrorlab o'tib ketaylik. O'quvchilarning eski elishi va bugungi yangi darslarni tushunishi oson bo'lsin uchun. Abdur rahimahulloh bu kitobini, ya'ni Kur'an haqidagi rukunni cho'ng jihatdan 2 bobga bo'lgan edi. Birinchi bobni Qur'oni Karimdan chiqadigan ma'nolar. Ikkinchi bobni Qur'oni Karimdan chiqqan ma'nolarning ifodalaydigan hukmlari deb 2ga bo'lgan edi. Ammo birinchi bobni 4 qismga bo'lgan edi. Birinchi qismni 4 qismga bo'lgan Qur'oni Karimning sözlüklerining Qur'oni Karimning ma'nilariga tayinlanishi. Ikkinchi qism Qur'oni Karimning sözlüklerini Qur'oni Karimning ma'nilariga ishlatilishi. Uchinchi qism Qur'oni Karimning sözlükleridan Qur'oni Karimning ma'nilarining uchuq yoki yep holatda chiqishi. To'rtinchi qism Qur'oni Karimning sözlüklerining Qur'oni Karimning ma'nilariga dalolat qilishi deb 4 qism bo'lgan edi. Her bir kısımdan 4 fasıl çıkarıp, yani 4 fasıl degan 4 bölüm çıkarıp 20 bölümge apagan edi. Endi şu 20 bölümdeki evvelki birinci kısımdaki 4 bölümge, 4 fasılga bölüp, birinci fasılını xas hakkında, ikinci fasılını am hakkında, üçüncü fasılını müşterek hakkında, dördüncü fasılını muavvel hakkında sözlemekçiydi. Bulup bizge xas faslini sözlep ütüp bo'lgan edi. Xas faslida xasning qat'iy hukm ifodalaydiganligini va xasning farz hukm chiqadiganligini sözlep uni tafsilotini bayon qilib bo'lgan edi. Undan keyin bizga omning o'xshashla qat'iy hukmni ifodalaydiganligini, undan farz hukm chiqadiganligini sözlep o'tgan edi. Endi bundan ilgirki derslerde Musannif rahimahullah bizge omniki yeni bir xil shaklini bayon qilib o'tgan edi. Omning yeni bir xil shaklini. U yeni bir xil shakli bo'lsa, ya'ni omning ba'zi bo'laklariga xoslangan bo'ligi omning ba'zi bo'laklariga xoslanib qolgan ishmi bo'ladi ba'chaq deb kelgan. Yani am degan gap hamda umumiy so'z dedik-ku, umumiy so'z, umumiy jumla. Shu bir muncha o'z doirasiga otgan hamma ishni so'rab ma'atgan bir cho'ng bir poyez, cho'ng bir avtobus dedik-ku amni. Endi ba'zi chaqda shu amdan hammasi iroda qilinmay, ba'zan bir qismini iroda qilinib qatgan, ba'zan bir qismi bu amning hukmidan chiqib ketgan masala yuz berdi deb, mana ilgirki darsimizda shuni so'zlab o'tgan edi. Shuni so'zlab o'tgach, Musannif rahimahulloh bunda holat, ya'ni amning o'zining ba'zi bo'laklariga xoslanib qolishi 2 xil vosita bilan, 2 xil omil bilan bo'ladi. Biri o'z oldiga mustaqil bo'lmagan omil bilan bunda xoslanib qoldi, yana biri o'z oldiga mustaqil bo'lgan omil bilan xoslanib qoldi. Endi o'z oldiga mustaqil bo'lmagan omil bilan xoslanib qolgan bunda amla hiçbir şüphesiz, yani keskin delil bulaverdi, bunun farz hüküm çıkıverdi xuddi ilgirki mutlaq am degidek. Endi
Lekin öz aldığa müstakil bolgan amillar bilen xaslangan munda am bolsa, yani ma'lum bölegi xaslangan munda am bolsa, bu ya aqli yolu bilen yoki kalami yolu bilen yoki örf odatga oid yolu bilen yoki bir ma'lum ma'ni ziyoda bo'lgan ma'lum yoki ma'lum ma'ni kam bo'lgan bunday vositalar orqali o'z oldiga mustaqil holatda mustaqil bo'lgan vosita bilan ma'lum bo'laklari xoslanib qoldi amnan degan bunda ahvolda qoldi deganda Musannif rahimahulloh oldingi darsda bunda ahvolda agarda bu xoslig'uchi aqli bo'lib qolsa, masalan Allohu xoliqu kulli shay degandek, Alloh her şeyni yaratuvchi deganda aqlimiz orqali Alloh taolo o'zini yaratmagan, Alloh taolo o'zidan boshqa har şeyni yaratgan degan gapni ma'ni uqumni chiqaramiz degan. Alloh taoloni boshqasi yaratmagan, Alloh taoloni o'zini yaratmagan, Alloh taolo qadimdan tortib azaldan tortib bor degan uqumni chiqaramiz deb so'zlab o'tgan edik ilk darsda. Aql orqali bo'lgan masalan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati degandek, ey mu'minlar unda qilinglar, bunda qilinglar deb Alloh taolo bandalarga xitob qilgan vaqtida bu xitobdan keyin biz balog'atga yetmagan bolalarni va aqlsiz, jilliq, sarong bo'lib qolgan bunda kasallarni bundan bu taklifdan chiqarib olganligimizni aql orqali ve bunun naql orqali bunda la yukallifullohu nafsan illa vus'aha degan oyat bor ve aql orqali shuni chiqarib olganligimizni biz so'zlab o'tgan edik. Ama endi Musannif rahimahulloh bugungi darsimizda shu deganda kalam bilan bo'lib qolgani yo'q endi. Andin nima degan çünkü bu xoslig'uchi bunda xoslaydigan oyat barchada aql orqali bo'larkan, aytgandek, aqlimiz orqali bo'ladigan barchada urf odatga, masalan men kolla yemayman. Men kolla yemayman deb qasam ichsa bir odam bu qasam nimaga ma'lum urf odatda shu yurtning odatida şu odamlar nimani qilishdi, masalan kolla yemaydi, qo'yning kollasi yo kollaning kollasini ishlatgan bo'lsa, shuni olmaydigan yoki tugunning kollasini yeb ko'rgan odam bo'lsa, shuni olmaydigan degan şu hükümni ifade ediganligini biz size bitib bo'lgan. Endi barchada kalam orqali butganligini, masalan kalam orqali degan misolga olsak, masalan ati tullaba tuffahan va la tu'ti tuffaha zaydan va la tu'ti zaydan tuffahan. O'quvchilarga olmini bering, zaydga olmini bermang degan ma gap kalam bilan bo'lgan tahsis degan biz. Endi kalam bilan bo'lgan tahsisda bu bunda xoslashning o'zi, bu xoslashtirishning o'zi qat'iy vojib hukmni ifodalamdi yoki vojib emas shubhilik va zanniy hukmni ifodalamdi yoki hukmni ifodalamamdi degan haqda bo'lgan Musannif rahimahulloh to'xtalib o'tdi. Chunki endi asosli ko'p shaklda butqani bu xos omniki endi xoslangan asos ko'p shakli men kalam orqali bu Qur'on Karim kalam orqali qolganlar bak az nadir aql orqali odat orqali ma'nisi to'shmagan yoki ma'nisi ishib ketgan orqali butqanlar bu az, lekin bu kalam orqali butqanlar bekchiq bo'lganligi shu haqda alohida bir mazmunni bayon qildi. Bugungi darsimiz shu mazmunni so'zlab o'tdi. Oldi bilan tekstniki so'zlab o'taylik. Musannif rahimahulloh deydi: "Wa ammal maxsusu bil kalami fa indal karxiyyi la yabqa hujjatan aslan ma'luman kana al maxsusu kal musta'mani aw majhulan kal riba." Musannif rahimahulloh deydi ki, yani amnen kalam vasıtası bilen, yani kalam bilen xas kılıngan bölüki feindel Kerhi, İmam-ı Kerhi rahimahullah'ın göz karşıda. İmam-ı Kerhi diyen bu Hanefi ulemalarının içindeki en intihar nüfuzluk, danlık ulemalarının biri. Aynı öz zamanısı da Hanefi ulemalarının riyaseti, başlıklığı, en çok pişvalığı bu zatı yetken,
Bu Iraklı katta ulema. Bu zatning ko'z qarashida la yabqa hujjatan aslan, yani asla hujjat bo'lib qolmaydi. Asla hujjat bo'lmaydi. Bu ta ma'lum bo'lsin. Yani bu amniki ma'lum bo'liki xoslangan am xo'yinim bo'lsin, ma'lum. Bizga ma'lumlik bir narsa bo'lsin. Xo'yi nama'lum bo'lsin. Ma'lumlik o'g'ini qanda, xo'y ma'lum bo'lsin, xo'y nama'lum bo'lsin, bu asla hujjatlab qolmaydi. Ma'lum bo'lganning misoli kel musta'man, masalan. Amallık tilgan, kel musta'min desa amallık tilgan adam yoki musta'man desa amallık berilgan adam. Ma'lum bo'lgan misoli. Masalan bu majhul degan nama'lum bo'lganning misoli bo'lsa kel riba masalan. Cezanı o'xshash, usum cezanı o'xshash. لأنه إن كان مجهولا çünkü o kalam bilan xoslangan amning bir bo'ligi agar nama'lum bo'lsa saral baqi majhulan qapqan qismi nama'lum holatda bo'lib qoladi. Chunki taxsis degan istisnoga o'xshaydi. Taxsisga istisno o'xshaydi. U istisna o'ziniki 5diki qismining istisnoning oxiridagi qismining istisnoning 5diki qismiga kirmaydiganligini bayon qilgandek, taxsisniki ayg'idagi qismining 5diki qismiga kirmaydiganligini bayon qiladi. Ve in kana ma'luman fa'z-zahiru an yakuna muallala. Agar bu istisna agar taxsis qilingan, yani xoslangan amning ma'lum bir bo'ligi nima bo'lib qolsa, ma'lum bo'lsa, ma'lumlik narsa bo'lib qolsa, bu illatlik bo'lishi oshkoradir. Nimishqa? Chunki bu ma'lum bo'lig xoslangan am degan öz aldığın müstakil bir söz bu. Öz aldığın müstakil bir söz. İllet getirişen bu amның dairesinin yine qanchalik miqdarını çıkıp ketadiganligini bilgili olmaydı. Anda olgandikin fayabqal baqi majhulan. Hammasi o'zining noma'lum holatida qolib qoladi. Ve indel ba'di in kana ma'luman, ve ba'zilarning ko'z qarashida in kana ma'luman agar bu ma'lumlab qolsa, ve indel ba'di agar ba'zilarning ko'z qarashida agar bu am ma'lum bo'lib qolsa, am Hem de o'quvchilar biz her bir mavzuni, her bir ulamoning mavzusini bir-biridan sharh qilib ketaylik. Bo'lmasa bek uzrab ketadi ekan. Shunda qilib dars davomlashtirib darsning vaqti bek uzrab ketmaslik uchun. Hozir biz mushu tekstlarni bir sharhlab o'tib, undan keyingi tekstlarni yine öz aldığı sharhlab o'taylik. Mana bu hozir musharikchi va indal ba'd degan yergacha. Yani ve indel ba'd degan yergacha İmam Karxiyniki öz ko'z qarashini o'tirib qo'yib, uniki keltirgan dalillar. Men bunda sabablarni bunda dedim demoqchi. Endi biz birdan izohlab o'taylik İmam Karxiyniki ko'z qarashini. İmam Karxiy deydi: "Ve emmel mahsusu bil kalami fe indel Karxiyyi la yabqa hujjeten aslan." Yani Hanefi ulemalardan İmam-ı Karxiy rahimahullah deydi ki kalam bilen maxsus bo'lgan qismi amning kalam bilen maxsus bo'lgan qismi hamda bu tushuntirib o'tdik. Biz arxi 4 xil vosita bilan kalam bilan butu yoki aql bilan butu yoki urf odat bilan butu yoki ziyoda bo'lgan ma'nolar yoki kam bo'lgan ma'nolar butu. Dikma shuni ichidagi kalamning eng mashhur ekanligini so'zlab o'tdikmi? Endi kalam bilan bo'lgan amniki kalam bilan xoslangan qismi İmam Karxiy rahimahulloh ko'z qarashida bu abadan hujjat olmaydi. Bu hujjat emas bu. Dalil olmaydi. Nimishqa dalil olmaydi? Endi yana buniki qaytimi bor. Yani ma'luman kan al-maxsus kal musta'mani
ev mechulen kerriba. Yani o maxsus yoki xohi qanday bo'lsin, ma'lum bo'lsin. Bizga bilinadigan ma'lum bir narsa bo'lsin. Kel musta'man mesela amallik berilgan odamga o'xshash. Yoki bizga bilinmaydigan noma'lum narsa bo'lsin, kel riba degan jazoni o'xshash. Ya'ni jazoni degan gap shu jazoni hadisi, jazonini riba degan ziyodatlik uchun degan gap shuni hadis gap bo'yicha bizga noma'lum edi. Anda bo'lsin, o'xshash bu bir hukmni ifodalamaydi u. Deb buniki illatini bayon qiladi bu zot. Endi xo'sh, bu musta'man degan nima degan gap? Buni biz shaylab o'tib ketaylik. Ya'ni musta'man, yani amallik berilgan odamga o'xshash degan gap Alloh taolo sura Tavbaniki 5-oyatida nima deydi? Faqtulul mushrikina haythu taqiftumuhum. Yani mushriklarni topgan yerda o'ltiringlar. Yani siz jangga kelganda mushriklarni topgan yerda o'ltiringlar degan bu oyat. Bu oyatning hukmi am. Yani umumiy oyat, bu umumiy degan gap. Ishqib asıl jangda kofirligim bo'lsa birini o'ltiringlar. Andın. Bu şu mushrikligim bo'lsa birini o'ltiringlar degan chiqamda. Oyda chiqqandan keyin bu şu oyatning keyingi oyatda Alloh taolo nima deydi? 6-oyatda, sura 6-oyatida ve in ahadun minel müşrikin istajaraka fe'ajirhu. Eğer müşriklardan biri sizden amallık dilese onun amallık bilin. Yani müşriklardan biri yani jangda yani onu mağlup bulup ya sepil qo'llarning ichiga mükünü velib undan keyin biz taslim bo'lsak, mümkün olamdı, biz taslim bo'lsak, bizning bir qo'shiqimizning kessanglar deb oq bayroq chiqarsa, bularning bir qo'shiqinidan kechinglar deb aytadi Alloh taolo. Endi mana mushriki amallik tiliga uchirgan hammalarga ma'lumligi, hammalarga ma'lum. Bilamiz biz qanday odamning amallik tiliga, qanday odamniki bir qo'shiqni tilaydigan, ya'ni mag'lub bo'lgan odam, jonni oq bayroq chiqargan odam, o'zini saqlash uchun amallik tilaydigan biz tushunamiz ham odam. Yoki majhulan karriba. Xohi ashunda ma'lum bo'lsin, amallik tiliga odamga o'xshash masalan. Xohi noma'lum bo'lsin, karriba jazoni o'xshash. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi? Ahallallahu al-bay'a ve harrama riba. Allah Teala savdo sotiqni halol qildi, am. Allah Teala yani har qanday savdo sotiq tijoratga oid har qanday savdo sotiqni halol qildi degandan keyin ve harrama riba degan jazoni harom qildi, usumni harom qildi dedi. Endi riba degan gap, asli riba degan gap ziyodasi degan gap. Ziyoda degan gap bu mesela tijoratning o'zida mubah. Bir göğe bir şey satış karşı ticareti mi var? Hem de bu ziyadelik qanday ziyadelik. Biz bunu Takip Peygamber Sallallahu bir nima kelmi göçe bir yani şu Kur'an-ı Kerim'de bir uçuklu mu kelmi göçerekke biz bunu uqanmaymiz. Dep hem mecbur degende şu hem de uqanmaymiz. Şunun için biz bu hech qanday bir hukmni ifodalamaydi deb uniki bizga sabablarni bayon qilib berdi. Li'annahu in kana majhulan sara al-baqi majhula. Birinchi qilib majhulligi va noma'lumlikni 5 so'zlashda ma'lumni bo'ldi so'zlab majhulni keyin so'zga hamda bizga illat keltirishda majhulni bo'ldi illat keltirdi. Nima ish qilganda li'annahu chunki agar u ma'lum bo'liki kalam amning kalam vasitasi orqali ma'lum bo'liki xoslangan qismi agar nima noma'lum bo'lsa, xuddi ahallallohu bay'a va harrama riba degandiki jazoni harom qildi degandikidek noma'lum bo'lib qolsa, saral baqi majhula degan qolgan qismi tabiiy noma'lum bo'lib qoldi. Bunda demakchi o'g'ini, ya'ni agar Alloh taolo savdo sotiqni halol qildi, jazoni harom qildi dedik. Biz Payg'ambar sallallohu uchuqlimi kelmagan bir shart ostida biz jazoni qanday narsaligini uqolmaymiz. Qolmagandan keyin savdo sotiq deganning hammasi uchoqda biz savdo sotiqni qosi masalan qanday shakldagi savdo sotiq, qanday shakldagi tijorat jazoni deb qolmagandan keyin avmutu deb hammasi noma'lumni chekishib ketadi o'sha yerda.
Asli sol çıktıgan ma'lum narsa lekin biz jazoni deganing nimaga qolmaligimiz sababidan shu sol chiqtiq saraning har biri shu zanlab qilish iste'mol qilib qoldi. Shunda bo'lganlik uchun biz buni amal qilolmaymiz. Bu vujudlanmaydi. Andın. Vujudlanmaydi. Yeni bir delili deydi. لأن التخصيص كالاستثناء إذ هو يبين أنه لم يدخل. Yeni bir delil şu ki deydi. Çünkü taksis degan yani xoslaydigan omil, xoslash. Omni xoslash degan xuddi kal istisna, xuddi bir istisnoga o'xshaydi. Biz so'zlab o'tgan biz mustaqil bo'lmagan omillarning ichida birinchisini istisno degana xuddi shu istisnoga o'xshaydi. İz huwa qanday o'xshaydi? Chunki huwa yubayyinu annahu lam yadkhul. Chunki istisno deganmi nimaga qanday jihat o'xshaydi desa, istisno deganmi mustasno, ya'ni chiqarib olingan qismi istisnodagi chiqarib olingan qismining istisno avval istisnodagi so'zning avvaliga mustasno minhu deymiz yani. So'zning avval qismiga avval qisminiki tahtiga doirasiga kirmaydiganligini bayon qiladi. Istisnomi xuddi shuningdek taksismi xoslangan bo'lak omning tahtiga daxil bo'lmaydiganligini bayon qildi. Ondan omning tahtiga daxil bo'lmaydiganligini shu xuddi istisno o'xshayda bayon qildi. Anda bayon qilgandan keyin endi bu nimani bu demakchi desa, endi istisno o'xshagandan keyin javobi samar bu gapni samarasi nima desa, istisno degan agar noma'lum bo'lsa qapqan kalamning beshdagi qismi noma'lum bo'ldi. Ondan undan hukm sabit olmaydi demakchi. Shuningki dalil kelmoqchi. Nimishqa masalan bir odam bunda desa masalan istisno noma'lum bo'lgan shakli masalan a'tid tullaba tuffahan illa ba'dahum laqab dedim. O'quvchilarga olmini bering. Faqatla bir qismiga bermang. O'quvchining bir qismiga olmayman. O'quvchilarga olmayman, faqat bir qismiga bermang deb qo'ysa, faqat bir qismiga bermang deganda shu istisnolar bu qancha o'quvchiga bermayman olmini deganda qancha o'quvchiga bitmiz. Umum uqmaymiz chiqdi. Aslida hamma o'quvchi bilan gapirdi, lekin mana chiqib olingan qismi nima bo'lgandan keyin bir qismiga bermang deganda bu bir qismi qanchalik? Uni qolmadik. Uni keyin bitgan qismi qanchalik? Uni qolmadik. Shu sababdan hukm sabit olmaydi demakchi. Istisnoga o'xshatganligi istisnoga o'xshatib o'xshaydi deb. Endi Musannif rahimahulloh deydi: "Va in kana ma'luman fa-z-zahiru an yakuna mu'allala." Agar omninki xoslangan bo'ligi ma'lum bo'lib qolsa, omning xoslangan ma'lum bo'ligi nima ma'lum bo'lib qolsa, noma'lum bo'lmay ma'lum, ya'ni bilinadigan narsa bo'lib qolsa, xuddi biz yuqorida so'zlab o'tgan oyatdagidek, ya'ni omonlik tilganga o'xshash. Fa-z-zahiru an yakuna mu'allala. Uning illatlik bo'lishi oshkoradir. Uning illatlik bo'lishi oshkoradir. Nimishqa? Li'annahu kalamun mustaqil. Chunki o'z oldiga mustaqil bir so'zdir. Chunki kalam bilan bo'lgan o'z oldiga mustaqil vasf bilan, o'z oldiga mustaqil bo'lgan kalamdan iborat vasf bilan xoslangan omning bir bo'ligi bu. Xo'sh, muallal degan nima gap? Muallal bo'lishi, o'z oldiga mustaqil so'z deganning muallal bo'lishi aniq degan gap. Chunki asli qoida naslarda, tekst naslardagi asli qoida illatlik bo'lishi, ya'ni nas degan gap masiqal kalamu li ajlihi. So'z shuning jihtidan shu sababdan aytilgan gap nas, ya'ni maqsad qilingan ma'no. Maqsad qilingan ma'no. Ya'ni nima uchun? Bu yerga mustaqil so'z deganda nima uchun degan bir savol paydo bo'lmaydi. Nima uchun degan bir illat, sabab. Ondan. Masalan, bir odam desa,
a'ti tullabe tufahan ve la tu'ti ba'dahum. Yani ve la tu'ti ba'da tullabi tufahan deb qapti biz. O'quvchilarga almini bilan. Kendin bazı o'quvchilarga almayman desa, likkide bir yerde majmulada illat paydo bo'lib qoladi. Agar illa degan bo'lsa, illat paydo bo'lmaydi. Chunki gapni degichi gap so'zlikchining asosiy maqsadi 5 ta istisno qilish orqali ba'zini chiqarib olmoqchi, ba'zini qoldirib qo'ymoqchi. Lekin endi manda istisno orqali emas, balki jumlani ayirib ikki jumla deb bayon qilgan bo'lsa, bu yerda nima uchun bunday qiladi? Nima uchun istisno orqali keltirmaydi? Buningga deb bir necha sabablar, illatlar paydo bo'ldi bu yerga. Anladın? ولا يدرى كم يخرج بالتعليل. Hem de bir yerdeki bu ta'lil olan, yani bu illet keltiriş olan amның dairesinden qanchalik miqdar yani chiqib ketadiganligini belgili bo'lmaydi. Fayafqal baqi majhul. Anda bo'lgandiki qolib qolgan qismimi shu o'ziniki noma'lumlik holatida qolib qolaverdi. Yani bunda degani, masalan, Zeyd o'quvchilarga olmini bering, nimaga bermang deb bo'lib, bir qism o'quvchilarga olmini bermang desa, biz bu bir qism o'quvchilarga nima deb olmini bermaymiz? Bu bir qism o'quvchilar qanchalik? Uni keyin bu bir qism o'quvchilar nima sababdan bermaymiz deb buning illatini tekshiramiz. Agar biz shu bir qism o'quvchilarning illatini bilsak, bu o'quvchilar bunda sabab bo'lganligi uchun bu o'quvchiga beramiz degan illatni bilsak, belki boshqa o'quvchilarning ichidami yana shu illatlik o'quvchilar bo'lib qolsa, yani shu olmini bering degan o'quvchilarning ichidami shu illatlik o'quvchilar bo'lib qolsa, shularni chiqarayotgan gap. Yani demak, qanchalik chiqib ketishini, qanchalik omning tahtida o'quvchilar olmini bering degan omning tahtida qanchalik o'quvchi qotganligini, bir qismiga bermang deganiga qanchalik o'quvchilar chiqib ketganligini hech qanday belgili olmagandan keyin yine ma'lum bo'lgan taqdirda yine nimaga yenib qoldi? Majhullik holatga yenib qoldi. Shu sababdan deydi İmam Kerhi rahimahullah, bunday shakldagi amlar hujjat bo'lib turolmaydi. Deydi İmam Kerhi rahimahullah. Xo'sh, endi ve indel ba'd, Musannif rahimahullah deydi, ve indel ba'di in kana ma'luman baqiyal ammu fima vara'al maxsusi kama kan. Endi ba'zi ulamolarning ko'z qarashida. Xo'sh, ba'zi ulamolarning ko'z qarashida in kana ma'luman, agar ma'lum bo'liki xoslangan am yoki amning xoslangan ma'lum bo'liki agar ma'lum bo'lsa, yana ma'lum xuddi musta'manna amalat deganing o'sha ma'lum bo'lsa, baqiyal ammu bima vara'al maxsus, yani bu xoslangan bo'lakdan keyingi qolib qolgan qismi, yana amning tahtida qolib qolgan xoslanmagan qismi aslidagi pet qolib qoldi. Aslida qat'iy bo'lsa qat'iy, aslida zanniy bo'lsa zanniy holatda qolaverdi. Nima ish qilsa, li'annahu kal istisnai fala yaqbalu ta'lil. Chunki u istisnoga o'xshaydi. Biz istisnoga o'xshaydigan 5-ta deb o'tdi İmam Kerhi. Chunki nima sababdan siz unda asliga qoldi desangiz, chunki bu taxsis degan istisnoga o'xshaydi. Uniki vajhini bayon qildik, qanday jihatga o'xshaydiganligini. Unda olgandan keyin bu ta'lilni qabul qilmaydi. Istisnoga o'xshaydi degan gap, ya'ni istisno o'z oldiga bir so'z emas edi. Istisno degan istisnodan ilgirki jumlaga bog'liq. Istisnodan ilgirki jumlaga bog'liq bo'lgan mustaqil bo'lmagan bir so'z edi. Xuddi bu taxsismi mustaqil, o'z oldiga mustaqil bo'lmagan bir so'z edi. Shunda olgandan keyin o'z oldiga mustaqil bo'lmagan vasf bilan xoslangan, ya'ni istisno bilan xoslangan am
ma'lum bo'lgan bo'lsa, nima bo'ladi? Ma'lum bo'lgan bo'lsa, u shu qat'iylik holatida qoladi. Ma'mu o'z oldiga mustaqil bo'lgan kalam bilan bo'lgan kalam bilan xaslangan, ammo o'ziniki qat'iylik holatida qalaveradi agar ma'lum bo'lsa. Ve in kana majhulan la yabqa al-ammu hujjatan lima qulna. Agar endi u noma'lum bo'lib qolsa, xuddi ribo degandek va harrama ribodagi ribodek noma'lum bo'lib qolib qolsa-chu xaslangan bo'liki desa, la yabqa al-ammu hujjatan. Bu chaqda am biz degan gapni jitidan yuqorida so'zlab o'tgan gapni jitidan am hujjat bo'lib qolmaydi deydi. Yuqorida biz nima dedik? Yuqorida biz degan gap yuqorida biz degan gap taxsis degan istisnoga o'xshaydi va buniki qanchalakligi bilinmagan noma'lum istisno qapqog'ini noma'lum qildi, qapqog'i qismini noma'lum qildi. Xuddi shuningdek bu taxsismi agarda muxassis ya'ni xaslangan ma'lum bilak noma'lum bo'lsa, xaslanmagan bilakmi noma'lum bo'lib ketadi dedik. Shu sababdan bu noma'lum bo'lib ketadi dedi. Ma ikkinchi xil ko'z qarashdilar. Endi uchinchi xil ko'z qarashni o'tirg'ida va indal ba'di in kana ma'luman fa kama zakarna anifan. Agar amniki xaslangan biliki agar ma'lum bo'lsa, biz boya zikr qilgandek, ya'ni ma'lum bo'lsa aslidagi holatida qoldi, ya'ni aslida qat'iy va in kana majhulan agar noma'lum bo'lsa yasqutul mukhassis, ya'ni shu xoslashtiruvchi omil o'zicha amaldan qoldi. Bu nimaga? Balki omga tajovuz o'tmaydi. Nima qilsa li annahu kalamun mustaqil bi xilaf al-istisna. Chunki bu taxsis degandiki kalam bilan bo'lgan taxsis degan o'z oldiga mustaqil bir jumla bu. Istisnoga o'xshamaydi. Istisno degan o'z oldiga mustaqil jumla emas. Agar istisno chiqib olingan jumla noma'lum bo'lsa, bu noma'lumlik bu bilmaslik 5dagi jumlaning 5iga ta'sir ko'rsatadi. Lekin o'z oldiga mustaqil so'z deganda agar mustaqil so'z noma'lum bo'lsa 5dagi ma'lum bo'lgan omga ta'sir ko'rsatmaydi. Bu ikkisi ayrim masala. İkisi ayrım mesele. Deydi bazı ulemalar. Hoş, Emni Musannif rahimahullah 3 xil ko'z qarashini o'tirib qo'yib bo'lgandan keyin endi Hanafi ulemalarning, en ko'p sonliq ulemalarning ko'z qarashini bayon qilib nima deydi? Endi halqiliq masala edi. Va indana tamakkana fihi shubhatun. Endi bizning yani ko'p sonliq Hanafi ulemalarning va boshqa ulemalarning ko'z qarashida deganda tamakkana fihi shubhatun. Endi ba'zi amning xoslangan bo'liki amning ba'zi bir xoslangan bo'liki yoki ba'zi bo'liki xoslangan am shundoq bir amki bu amda shubhi o'rin olib qoldi deydi. Shubhi o'rin olib qoldi degan. Endi shubhi degan nima? Bu amda keskin dalil olmay, keskin farz hukmni chiqaradigan mudab olmay, buningda andamidik anim o'z olib qolam dediki, yomonim olib qolam dediki deyotgan, bunda bir ehtimollik paydo bo'lib qoldi. Buningda nima ish qildi deydim? Li'annahu ulima annahu ghayr mahmulin ala zahirihi. Chunki nima ish qildi? Chunki biz mana ilgirki darsda deydi. İlgirki darsda bunda amning yani ba'zi bir bo'ligi xoslangan amning uning zohirisiga hamla qilinmaydiganligi, zohirisiga yetkazilmaydiganligi ma'lum bo'lgan edi. Balki zohirisiga yetkazilmay, masalan, ba'zi bir bo'ligi xoslangan am degan itlaqul kull ve iradatul cüz degan qoidaga yetkazganligini majozning, ya'ni butunni so'zlab parchani iroda qilish degan majoz qoidasiga bo'ysundirilib, shu bo'yicha
buningdan shubhalik bir hukm chiqadiganligini biz so'zlab o'tgan edik. Deydi musannif rahimahullah. Feyasiru indana كالعام الذي لم يخص عند الشافعي رحمه الله تعالى. Anda olganda bu bizniki ko'z qarashimizda İmam Şafii rahimehullah'ın ko'z qarashida xas qilinmagan ammo o'xshashlab qoldi. Xas qilinmagan. İmam Şafii rahimehullah'ın mazhablarida am degan mutlaq am u xas qilinsin, xas qilinmasin o'xshashli nima? Zanni, yani qat'iy dalil vojib qilmaydi. Zanni bo'lgandan keyin zanni dalilni hadis ahadlar masalan mutawatir darajasiga yetmagan, mashhur darajasiga yetmagan ahad hadislar bilan va qiyoslar bilan buni biz xoslay olamiz. Yani umumiy so'zni biz xususiy so'zga aylantira olamiz. O'zining ma'lum bir qismiga xoslay olamiz. Shu amni ma'lum bir qismiga xoslay olamiz. Deydi hatta yukhassisahu deydi. Hatta yukhassisahu xabarul vahidi vel qiyas. Yani şu derecede özgürdü bu am xabar vahidlan qiyas buni xoslay oladigan derecede özgürdü. Deydi musannif rahimahullah. Endi bunu kısaca bir misal so'zlab o'tsak, yani musannif rahimahullah'ın demek çoğunu mesela bir adam "A'ti tullaben mi'e ve la tu'ti ba'dahum" dese mesela. O'quvchilarga 100 tenge ben. Ularning bir qismiga bermoqma, uning bir qismiga berman deb qo'yib berdim. Bu yerda biz hamma bilan bir ittifoq nima bilalaymiz? Bu 100 tengening o'quvchiniki, bu yerda qancha o'quvchi bor? 100 o'quvchi bor maktabda. Maktabda 100 o'quvchi olsak, 100 o'quvchiga birini bermayotganligimiz aniq bo'ldi. Bu aniq bo'ldi. Lekin 90 o'quvchiga beramiz, 80 ga mi, 70 ga mi buni bilmadik. Her bir son ehtimolligi bor. 90 ga berib qolishimiz mumkin, 80 ga berib qolishimiz mumkin. Her bir sonda ehtimollik var. Biz bir kuchlantiruvchisiz, yani shu gapni deguvchi adam manchiga bir degan gap bo'lmasdan o'zimiz 90 ga birlar, 80 ga birlar deb bir olamaymiz. Anda desek, bunda bir qoida chiqdi. Tarjih min g'ayri murajjih degan bir qoida chiqdi. Yani hech qanday kuchlantiruvchisiz, dalilsiz kuchlantirish, dalilsiz kuchlantirish degan qoida chiqdi. Bu joiz emas. Delilsiz kuchlantirish degan bu qoida joiz emas. Bunda chiqib qoldi. Endi bunda olganda qanday ahvol kelib chiqadi deganda, bunda bo'lganda kelib chiqqan ahvol endi shu darajada, ya'ni bunda ahvol yuz berganda shu narsaniki darajasida, ya'ni Qur'oni Karimda bir hukm kelsa, masalan ribo degandek, masalan noma'lum hukm kelsa, bu Qur'oni Karim asli qoidada qandayda Qur'oni Karimning hukmini mutawatir, hadis mutawatir bo'lmasa, hadis ahadla xoslayolmaydi. Lekin manda ahvol ostida, ba'dahum deb qo'ygan ahvol ostida Qur'oni Karimning hukmini hadis ahadla xoslay oladi. Hadis ahadla xoslay oladi. Hadis ahad degani nima deganda biz hadisning bobiga borganda tafsil tushunib bilamiz. Hadis ahadla xoslay oladi, hatto qiyosni xoslay oladi. Endi qiyos degan gap, yani shuni o'xshatgan, illati o'xshatgan yana bir hukmda qanday hadisda qanday hukm kelgan bo'lsa, oyat qanday hukm kelgan bo'lsa, shuni buni qiyos qiladi masalan. Buniki samarasi mana. Shunda hal qilish orqali biz buni yishimiz endi. U mujmallikni yishimiz. Musannif rahimahullah andakin endi o'zining yeni bir neticeni söyledi bizge. Bunda mesele hal qilishni yo'li ma'vo deb bo'lib, yeni bir lakin la yasqutul ihticacu bihi. U endi shubuha nima bo'lgan bilan, shubuha dalil bo'lgan bilan, ya'ni dalil zanni bo'lgan bilan, dalil zanniga aylanib qolgan bilan
Bunun bilan hujjat tutish nima saqlamaydi. Nazarda saqlab qolmaydi. Ya'ni bunun hujjatligi bu oyatniki bunda ma'lum bo'ligi xoslangan amning hujjat ekanligi amaldan qolmaydi. U hujjat bo'lib turaveradi. Nimish hujjat bo'lib turaveradi desa buniki illatini bayon qilib deydi-ki, li'annal mukhassisa yushbihun nasikha bi sighatihi deydi. Buniki illatini bayon qilib, chunki mukhassis, ya'ni xoslashtiruvchi, ya'ni amni xoslashtiruvchi omil, xoslashtiruvchi omil degan yani kalam hamda, bu yerdagi. Kalam bilan amni xoslashtiradigan kalam bo'lsa, nima o'xshaydi bu? Yushbihun nasikh bi sighatihi. Shakl jihatda xuddi nasikh o'xshaydi. Ama nasikh mansubda bir qoida kitobning oxirisida so'zlab o'tamiz, ya'ni amaldan qoldiruvchi oyat, amaldan qoldiruvchi oyat deb. Amaldan qoldiruvchi oyatmi xuddi o'z oldiga. Anda istisno bilan kelmaydi. Amaldan qoldiruvchi oyatga istisno bilan kelmaydi. O'z oldiga bir narsa Alloh taolo qilin degan bo'lsa, ya'ni bir oyatda amdi bu ishni qilmang degan bo'lsa, bu qilmang degan ish nima? Nasikh. Yoki Alloh taolo bir ishni qilmang degan bo'lsa, amdi burun qilmang degan amdi qilinglar. Masalan, nima deydi oyatda? Burun sizni nima ro'za tutgan kechalarda ayollaringlar bilan ayollaringlarga kelmanglar deb keyin amdi kelsanglar bo'laverdi. Shu ro'za tutgan kechalaringlarda ayollaringlar bilan munosabat o'tkazsanglar bo'laverdi degan masalan bu oyat nima? Masalan nasikh. Masalan uzib istisno bilan kelmaydi u. O'z oldiga mustaqil jumlalar kelish jihatda ba'zi bo'ligi xoslangan am ba'zi bo'ligini xoslaydigan amning ba'zi bo'ligini xoslaydigan mukhassis xoslag'uvchi nima o'xshaydi? Nasikh o'xshaydi majihatda. Val istisnaa bi hukmihi kama qulna. Endi hukm jihatda istisno o'xshaydi. Shunday biz dedik. Istisnoning hukmi nima? Ya'ni istisnoning hukmi istisnodan mustasno, ya'ni chiqarib olingan shay'i istisnodan ilgirki so'zning beshiga, so'zning beshidagi nimadan emas, beshining jumlasidan emas, so'zning beshidan emas. Masalan, ja'al qavmu illa zaydan desak, qavm keldi faqat zayd kelmadi desa, kelgan odamning ichida zayd yo'q degan ma'noni ifoda etadi istisno. Bunda jihatda taxsismi amning tahtiga daxil bo'lmaslikda, amning tahtidan mush xoslangan qismni chiqarib olishda istisnoga o'xshaydi hukm jihatda. Musannif rahimahulloh deydi. Endi anda bo'lgandan deydi. Fa in kana majhulan yasqutu fi nafsihi lish-shabahi al-awwal. Endi nima uchun siz anda hujjat olmaydi demay? Andan hujjat olmaydi demay, belki hujjat oldu, lekin shubhi va zanni hujjat oldu. Xabar ahadlan qiyasi xoslashgan hujjat oldu dedingiz. Desa buniki bizga illatlarni bayon qildi. Illatlarni bayon qilib, texmi tafsili bayon qilib berdi. Endi bunun illati deydi. Bunun illati. Fa in kana majhulan yasqutu fi nafsihi li shabahi al-awwal. Endi agar yana ba'zi qismi xos qilingan am, ba'zi qismi xos qilingan amning shu ba'zi xos qilingan bo'ligi agar noma'lum bo'lib qolsa, ribo degandek va harrama ribo degandek, jazoni harom qildi degandek noma'lum bo'lib qolsa, yasqutu fi nafsihi lishabahi al-awwal. Birinchi o'xshashlikning jihatidan o'z nafsida degan gap o'zicha amaldan qoldi. Chunki birinchi o'xshashlik qolsa nasikh, birinchi o'xshashlik bu nimaga o'xshaydigan bo'ldi? Nasikh, ya'ni amaldan qoldirilgan oyatga o'xshashgan nima jihatda, o'z oldiga mustaqillik jihatda amaldan qoldirilgan oyat nasikhga o'xshaydiganligini ko'z tutsak, e'tibor qilsak, o'zicha agarda shundan nasikh, masalan, nasikh oyat amaldan qoldiruvchi oyat nima bo'lib qolsa, noma'lum bo'lib qolsa, uchuq oyat bo'lmay noma'lum bo'lib qolsa, o'zichisi shu amaldan qoldi. Mansukh, yani amaldan qoldiruvchi oyat amaldan qolmasdan, balki amaldan qoldiruvchi oyat amaldan qoldi nima sababdan? U noma'lum bo'lib qolsa abadan. Xuddi shunga o'xshash, mau nimami mukhassis, ya'ni xoslig'uvchi oyatmi agar xoslig'uvchi bilak noma'lum bo'lib qolsa, xoslig'uvchi bilakning o'zi amaldan qoldi.
nima xaslang'uchi bilan amaldan qolmaydi. Ma birinchi o'xshashlikni ko'rsatganda bunda ve yucibu netice ve yucibu cehaleten fil ammi lişşebehi thani. Ama ikincisi. Endi ikinci o'xshashlikni jihatidan amda bilmaslikni keltirib chiqaradi. Degan gap. Masalan, ikinci o'xshashlik qaysi dedik? Ikinci o'xshash istisno o'xshaydi dedik. İstisna deganning agarda istisnoniki keyingi bilak chiqarib olingan bilak noma'lum bo'lsa, chiqarib olinmagan bilakmi noma'lum deb qoldi dedik abaydan. Ya'ni masalan, ati tullaba tuffahan va la tu'ti ba'dahum desak, nima? Ati tullaba tuffahan illa ba'dahum desa. O'quvchilarga olmani bering. Faqat bir qismiga bermoqman deb qo'ysak, bu yerda qancha o'quvchiga bitqinimizmi ma'lum emas. Shu sababdan hamma o'quvchiga gapdimi qancha o'quvchiga bitqinimizmi noma'lum, qancha o'quvchiga bitqinimiz noma'lum bo'lib ketdi. Xuddi shuningdek omdimi bilmaslikni keltirib chiqardi dedi. Anda olgandan keyin nima chiqdi natija? Fayadkhulu shakku fi suqutil am fala yasqutu bihi. Anda olgandan keyin amning amaldan qilishida, deydik, amaldan qoldi desak, amning amaldan qilishida shak paydo bo'lib qoldi. Amning amaldan qilishiga nima? Shak kelib qoldi. Fala yasqutu bihi. Ana shak bilan am saqit bo'lmaydi, amaldan qolmaydi. Yani bunda bir indana qoida, bizda bir qoida kulli va qoida kulli. Yani la yazulu al-yaqinu bish-shak. Yoki al-yaqinu la yazulu bish-shak. Yani jazmiyat, yani jazm qilingan haqiqat shak bilan yo'q bo'lmaydi degan bir qoida kulli va mana bu qoida kulli bo'yicha yerda nima qoldi? Shak kelib qoldi. Birsi deydi nima am ma'lum bo'lib xasangan am amaldan qolmaydi, shu o'zining hukmi bo'yicha turaverdi, hujjat bo'lib turaverdi deydi. Ma bir illat. Yeni bir illat deydi. Bir bölük xasalgan am noma'lum bo'lgan holatida xuddi noma'lum bo'lgan xaslag'uchi xasangan bölük noma'lum bo'lgandek bu noma'lum bo'lib ketadi. Noma'lum bo'lib ketgandan keyin bu amning hukmi saqit butu deydi. Demak, aslida hukm qanday desa, aslida hukm bu am aslida saqit emasdi. Masalan, ahallallohu al-bay' Alloh taolo savdo-sotiqni halol qildi dedimi? Halol qildi degandan keyin bu halollik hukm. Bu asli amal qilinayotgan hukm. Ondan va harramat riba degandan keyin riba bilan degandan keyin buni amaldan qoldirdi desak, asldagi holati nima? Amal qilinayotgan holat. Undan keyindan bir vajdan qolsak, amaldan qolganday ko'rinadi. Bir vajdan qolsak, qaysi vajdan istisnoga o'xshatgan degan tarafdan qolsak, istisnoniki keyingi bo'ligi noma'lum bo'lsa, istisnoning burunqi bo'lakni noma'lum qilib o'tdi degan qoidadan qolsak, noma'lum bo'lgan narsaga amal qila olmaydi dedik. Endi yeni bir bo'lakni qolsak deganda bu nima o'xshaydi? Nasix o'xshaydi. Balki bu shakl jihatda istisno degan mustaqil gap emas. Istisnoning keyingi gap bilan istisnoning keyingi so'z oldingi so'zga bog'liq. Istisno yolg'iz masalan illa zaydan deb qo'ysam, ja'al qavmu illa zaydan deganda illa zaydan deb qo'ysam gap chiqmaydi. Faqat ja'al qavmu degan gapni deb illa zaydan degandan keyin zayd qanam kamida qavm keldi, zayd qanam kamida bis-bisga bog'lab ma'no qiladi. Ondan bir jihatdan aytganda shu istisnoniki nimaga beshiq bog'liq ekan, beshiq bog'liq bo'lgandan keyin istisnodan keyingi mazmun noma'lum bo'lsa, bodiq mazmunmi noma'lum bo'lib ketgan degan bunday jihatdan qarasak, amning hukmi saqit o'tgan. Bir vajdan qarasak saqit olmayotgan, bir vajdan qarasak saqit o'tgan. Saqit olmayotgan vajh bo'lsa, o'z oldiga mustaqil so'z deganda 5 o'tmayotgan, darajasi o'tmayotgan. O'z oldiga noma'lum bo'lsa, masalan, taxsisdan keyingi gap noma'lum bo'lsa, oldingining noma'lumligini keltirib chiqolmayotgan. Majatdan qarasak saqit olmayotgan. İstisno o'xshash tarafdan qarasak saqit butgan. Demak, bu yerda shak paydo bo'lib qoldi. Aslidagi voqelikcha aslida amal qildik. Demak, bu yerda shak bilan haqiqat zoil bo'lmaydi.
demek mechulluk, namalumluk halatıdır mı? Ne olmaydı? Namalumluk halatıdır mı? Bunu hüccet, amni hüccet tutuş değil mi olmaydı? Nazarını saklamaydı. Belki bu kat'ilik halatin, zannilik halat geçiyordu. Zannilik halatıdır demiş yüzüydü. Bunu haber ahad ve kıyas ile biz bunu ne kılalayımız? Haslayalayımız. Emdi Musannif rahimehullah dedi ve in kana ma'lumen felişşebehil evveli yasihhu ta'liluhu kema huve indana feyucibu cehaleten fima baqiye tahtel am. Emdi ma'lum bo'lib qolishi uchun emdi yani amniki xoslangan bo'ligi ma'lum bo'lib qolishi uchun kal musta'mal masalan ammallik tilganga o'xshash. Masalan kafirni ko'raydi o'tinglar janda desa am hukm bo'ldimi? Ammallik tilga odamni o'tirmanglar. Agar bir odam ammallik tilab qolsa bir qushqini tilasa uni o'tirmanglar desa ma'lum bo'ldi. Endi ma'lum bo'lganiki hukmi shu desa bal shabahil avval birinchi o'xshash qilishdan biz birinchi o'xshash deganimizda bunda am ba'zi qismi xasangan am nimaga o'xshaydi? Nasikh o'xshaydi bunda muxassis. Muxassislik o'chi nasikh ya'ni mansukh o'chi oyatga o'xshaydi. Birinchi o'xshashlikqa binoan yasihhu ta'liluhu degan bunun illat bayon qilish durust bo'ladi. İllat bayon qilish durustdir. Kama huwa indana bizniki mazhabimizda shunday edi. Yani illat bayon qilish durustdir. İllat bayon qilish degan gap o'z oldiga mustaqil jumlada illat bayon qiladi degan aytdim. Mustaqil bo'lmagan jumlada illat bayon qilinmaydi. Nima uchun degan gapni masalan ja'al qavm illa zaydan degan gapga nima uchun Zayd qavm keldi Zayd kelmadi desa biz Musan Abdurniki maqsadi mush gapni deyishni maqsadi nima? Zaydni kelmaganligini bildirish, qog'oz Zaydni bilan kelmadan kelganligini bildirish. Lekin ja'al qavmu deb qilib undan velam yaji Zaydun desa bu ikkisiniki illatga aylanmanishiga. Nima qanday illatga aylaydi? Bu mustaqil bo'lgandan bu chaqda Zayd Musannifniki yani bu gapni deguvchiniki maqsadi nima to? Zayd kamidi degandan bir yangi jumlami to bu? Yoki yangi jumla emasmi to? Zayd nima ish qilmagan to? Anda deb uni kelidin buni o'xshashlik tarafi bitiripi nasikh o'xshayotgan, yeni bir tarafi istisno o'xshayotgan, nasikh o'xshasa o'z oldiga mustaqil o'tgan bu chaqda buni hukmi muddat o'tgan istisno o'xshasa muddat o'tgan deb buncha qiyosni qilish shuni qarab o'tirib yani buncha qiyosdan iborat illatlar mustaqil jumlaga ketadi. Mustaqil jumlaga ketadi. Lekin mustaqil bo'lmagan jumla kamiydi. Va in kana ma'luman falishabahil avval. Agar u xaslangan bilak ma'lum bo'lsa birinchi o'xshashgan nasikh degan mansukh o'chiga o'xshashlik jihatidan buniga illat keltirish bayon durust bo'ladi. Chunki u nima o'z oldiga mustaqil jumla. Fayujibu jahalatan. Unda olganda buniki natijasi nima? Fayujibu jahalatan fima baqiya tahtal am. Unda olganda amniki tahtiga daxil bo'ladigan, amning tahtida qolib qoladigan qismini hammani noma'lum qilib qo'ydi. Noma'lum qilib qo'ydi. Qanday desa, masalan, 5 so'zda bitib bo'lganda bizning qoidamiz. Ya'ni masalan ati tullaba tuffahan va la tu'ti ba'dahum degan vaqt gapimizda endi o'quvchilarga olmini biringlar. Uni ba'ziga olmini bermanglar desa, masalan, va la tu'ti deb ba'ziga bermanglar degan chaqda o'ylab buni illatini o'ylaymiz. Bu nima sababdan bermayotganimiz bu o'quvchilar qanday shaklda o'qishni beramiz deb illatini topsak, mosabdan va o'quvchiga bu olmini bermaymiz desa, uni kenidan ashu bu o'quvchini necha o'quvchi chiqib qolsa, shuncha o'quvchiga bermayotgan gap. Demak, buniki son spire ikkala tarafdan noma'lum bo'lib qoldi. Am tarafida o'quvchi olmini biringlar degan olma berilgan o'quvchining nomini miqdorini bilgili olmadi. O'quvchini ma'lum bir qismi bermang degan miqdorini bilgili olmagandan keyin bu yerda shu illat bilan qanchalik ma'lum bo'lgan taqdirdami qanchalik yani shu illat tepilganligi o'quvchining birini olmini bermaslik mumkin.
Şunun bilan ikkinchisidan noma'lumlik kelib qoldi. Noma'lumlik kelib qolgan chaqda amal qilolmaydi. Amniki hukmi amalni qoldi. Noma'lum degan qatorda. Endi Musannif rahimahulloh dedi velish-shabahi sani degan velish-shabahi sani la yasihhu ta'liluhu kama huwa 'indal ba'd. Endi ikkinchi o'xshashlikni jetidan ba'zi bo'ligi xoslangan amniki amning ba'zi bo'ligi xoslangan bo'ligi noma'lum bo'lmay ma'lum bo'lib qolgan bu suratda ikkinchi o'xshashlik degan ya'ni istisno o'xshaydi. Istisno degan o'ziniki mustasnoi minhudan chiqarib o'tadi. Xuddi shuningdek bu taksismi nimadan chiqarib o'tadi? Taksismi amniki tahtidan muxassasni chiqarib o'tadi va agar muxassas noma'lum bo'lsa nimami noma'lum bo'lib ketadi. Ammo noma'lum bo'lib ketadi. Degan ikkinchi o'xshashlik jihatidan la yasihu ta'liluhu uni illat keltirish durust olmaydi. Nimishqa mustaqil so'z emas. Andin istisno degan istisno o'xshaydi dedikmi taksisni istisno o'zi mustaqil gap emas. Mustaqil gap bo'lmagandan keyin buni illat bayon qilolmaymiz. Chunki o'z oldiga mustaqil bo'lmagan bir gapga, o'z oldiga mustaqil bo'lmagan bir nasga uni illati bunda demaymiz. Buni shu komil illati shu beshtiki jumla o'xshashadi. Uni o'z oldiga illat bayon qilolmaydi. Illat bayon qilolmasa, u chaqda bu ma'lum bo'lgan narsa nima bo'lib qolmaydi? Noma'lum bo'lib qolmaydi. Andin ma'lum bo'lgan narsa noma'lum bo'lib qolmaydi. Amanda da fadakhala shakku deydi. Fadakhala shakku fi suqutil ammi fala yasqutu bihi. Amning saqit bo'lishiga shak kelib qoldi. Endi beshtiki o'xshashlikda birinchi nasx o'xshatgan qatorda bu am saqit o'tgan dedikmi? Endi istisno o'xshatgan mojihatni qatorga olganda am saqit bo'lmayotgan dedik. Fala yasqutu bihi. Shak kelib qolgandan keyin shak bilan am saqit bo'lmaydi. El-yaqin la yazulu bish-shakki. Anda bular Musannif rahimahullah yeni bir delilni qatatan bunga. Ala anna ihtimal at-ta'lili la yukhrijuhu min an yakuna hujja. Uni ustiga bu ta'lilniki ihtimali ta'lil yani illat keltirishning ihtimali la yukhrijuhu bu amni yani ba'zi bo'lib xoslangan amni hujjat bo'lishdan chiqarib o'tmaydi. Bunda ehtimol bor ekan, illat bo'lishning ehtimoli bor ekan degan bu ehtimollikning o'zi amni hujjatlikdan chiqarib o'tishga yetmaydi bu ehtimollik. Andan. Bu asli bir hujjat bu. Asli hujjat bo'lgan ishni u ehtimolga hujjatimiz chiqarib o'tolmaymiz. Nimishqa deganda bu sababi li anna maqtadal qiyasu takhsisahu yaxussu va ma la fala. Chunki qiyas taxsis qilishni taqozo qilgan, talab qilgan am xos bo'laverdi. Qiyas taxsis qilishni, xoslashni talab qilmagan am nima? Xos bo'lmaydi. Xos bo'lmaydi. Bunda degani bunda degani agar bunda degan gapimda. Ya'ni amni xoslaydigan xoslug'uchi yoki amning xoslangan bo'ligi amning xoslangan bo'ligida illat borligi bilinsa, ana o'z oldiga mustaqil bo'lgan bo'lakda illat borligi, buning illati nima ekan? Illati nima ekan? Buning illati ya istisno o'xshatgan yoki nima o'xshatgan? Nasx o'xshatgan illati bilinsa illat tepilganligi narsaning hammasi shuni qiyos qilib ya istisno qiyos qilib ya nimaga qiyos qilib nasxga qiyos qilib xos qilinaverdi, xos bo'laverdi. Illati yo'q narsa chu deganda illati yo'q narsa xos bo'lmaydi. Unda olganda illat keltirishning buni illati bor ekan degan gapni ehtimoli bilan am botilab ketmaydi. Endi
Hoş, bugünkü ders interneti biraz müşkülrek, biraz mürekkeprek. Hem de bunu misal kelguncha Musa rahimahullah 4 xil ko'z qarshi birini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Hem de xulasatul kalam ifade imaram bugünkü dersimizde atkan miva netice nima desa bizniki ibodatdagi oyat kelganda qanday ma'no etamiz, qanday qilamiz deganda xulasatul kalam. Hem de bugün shu bazı kısmı xaslangan am degan başında hozirgacha bo'lgan bizning altın neticemiz nima? O'zining ba'zi bir qismiga xaslangan am ya mustaqil bo'lgan vasf bilan xaslangan bo'ladi, ya mustaqil bo'lmagan vasf bilan xaslangan bo'ladi. Endi agarda mustaqil bo'lmagan vasf bilan xaslangan bo'lsa, agar bu xaslag'uchi ma'lum bo'lsa, ya'ni xaslag'uchi bilak, ya'ni xaslangan bilak endi. Xaslangan bilak amniki ichidan xaslangan bilak ma'lum bir narsa bo'lsa, bu dalili qat'iy o'tu, ya'ni farz hukm chiqadi. Xuddi shu dastlabki xaslanmagan am bilan o'xshash darajada bu nima ma'lum bo'lsa. Nimishqa bu yerda ehtimollikni keltirgan hech qanday bir sabab yo'q. Yani ihtimal tenge andamki mundamki degan ihtimal keltirgan sabab yo'q. Çünkü bu ihtimalga ish qiladi. Biri nima o'ta chiqarib o'tilgan qismini qanchaligini bilmaslik yoki yana biri buning illatini nimaligini bilmaslik, nima? Yoki buning illati bo'lib qolish ehtimoli. Anda olgandan keyin bunda öz aldığı müstakil bo'lmagan vasf bilan öz aldığı müstakil bo'lmagan vasf bilan xaslangan amninki ma qismi nimada illati borliqni ehtimoli yo'q. Nimishqa? Chunki öz aldığı müstakil emas. Endi öz aldığı müstakil bo'lmagandan keyin demak agar ma'lum bo'lsa qat'iy bu. Agar majhul bo'lib qolsa, noma'lum bo'lib qolsa, masalan nima degandek bir xo'jayinning birisi mening qullarim abidi ahrarun illa ba'duhum deb qopti masalan. Yoki illa ba'du deb. Mening qullarim ozod. Faqat bir qismi ozod emas deb qo'ygan bo'lsa, mana mushu bir gap illa degan gapni gapdi, lekin mushu bir gap qapqa shu bir qismi ozod emas degan gapning o'zi qullarim ozod degan gapni hammasidan ma'lum qilib qo'ydi, noma'lum X qilib qo'ydi. Ya'ni mening qullarim ozod dedi. Tamam, hammasi ozod bo'lgan bo'ldimi? Illa ba'dahum deb qo'ysa, bas ba'zi ozod emas deb qo'ygandan dikkida qancha qismi ozod bo'ldi, qancha qismi ozod bo'lmadi, uqmay qolib qoldi. Bunda holatda toki nimadan shu so'zni digucha xo'jayin men munchalik qulimni demoqchi deb demaguncha buningda hujjat olamaydi mana shaklda. Ya'ni endi noma'lum bo'lib qolgan qismi mustaqil bo'lmagan hujjatlab turolmaydi. Endi bugungi darsimizdagi shu xil nimadagi xulosasi, mevasi nima bo'ldi? Agar muxassis, ya'ni nimadagi shunda amni xoslaydigan omil kalam bilan bo'lib mustaqil bo'lib qolgan holatda, ya'ni birinchisi aql bilan bo'lib qolsa, bunda muxassis am qat'iy bo'laverdi biz deb o'tdik. Qolib qolganda am qat'iy bo'laverdi demiş qabayda shubhi yo'q. Endi agarda bunda muxassis ya anda amni bir bo'ligini xoslaydigan oyat kalam bilan bo'lib qolsa, kalami buningdagi qanday emas, buningdagi eng tanlangan biz Karixiyninki ixtilofini keltirdik, yeni 2-3 ulamoniki ixtilofini keltirdik. Buningdagi eng tanlangan so'z eng oxirgi maqsad nima? Am xoslashib bo'lgandan keyin bunda taxsis kelib bo'lgandan keyin buningda nimaga aylanadi? Bunda shaklda shubha bir dalilga aylanadi. Qat'iy dalillikdan dalili zanniylikka tushiriladi. Undan keyin u ma'lum bo'lsin shundoq, majhul bo'lsin shundoq. U ma'lum bo'lsin, ya'ni nimadak musta'man, ya'ni amaliyat qiladigan ma'lum bo'lsin, dalili zanniyatu. Agarda majhul bo'lsin, ya'ni ribodek majhul bo'lsin,
delili zanni utu. Onun bilen yani haber ahad bilen bunu biz haslayamayız. Mesela endi bunu ahirki netice kileyle. Mesela bu ayet kelimede mesela Allah Teala müşriklerini tapkan yerde ötünla dep duracağında. Onun dinken eğer uludun belası amallık tilep kalsa, uludun belası amallık tilep kalsa, onun amallık bilen deptu. Demek bu ma'lum bolğan diken beştiki ayet bilen beştiki ayet nima ma'lum. Çünkü ayet ma'lum. Şunu bilen bu ma'lum bir bölükünü hasla verdi. Yani canda amallık tilegen adamdan bilek beştiki ayette zimmi va zimmidin bilek hem bilenni ötüvasak bulavurdu. O öz haldı katı ma'mu öz haldını mo'la da çıkıverdi ikincisi. Namalum bulab qalgan ahvalda çoğu desa mesela Allah Teala ahallallahu al-bay'a ve harrama riba deb kelsa Allah Teala savdo sotiqni halol qildi. Nimani jazoni harom qildi deb kelsa, likkidey bu biz buni nima qilaymiz? Şari yani Allah Teala ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu şartdaki bayonatı qilaymiz. Kur'an-ı Kerim'de bu jazoni degandan nimaligini bayonat chiqmasa hadis chiqib qilaymiz. Hadisda ahad hadis olgan takdirde yani mutavatir derecelik emas ahad derecelik hadis olgan takdirde biz şunu bilen aşu nemine şu mujmallikni şu xaslamoqchi amnik xaslandigan bölükini molda so'lchiqning bir halol degandan jazoni turi harom degan gapga bu jazoni degan gapni hadis qalaymiz. Hadis Peygamber sallallohu alayhi vasallam nima deydi? "Az-zahabu biz-zahabi vel-fiddatu bil-fiddati والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل والفضل ربا." Yani altın ne? Altınga, kümüşke, buğdayga, hurmuga, apıga, tuzga eğer birbirini setiriş, almashtırış doğru kelgende okşaş yani bab beraber. Tang mu tang, nah mu nah almashtırıldı. Eğer birisi şunda kiçikkina birisi ziyadalap qap qalsa, andan cezanıdır da bizge ayırıp berdi. Demek okşaş altını tigiştiqan şey olsa, gümüş tigiştiqan şey olsa, budayga hem okşaş tigiştiqan şey olsa, hop okşaş eğerlik cihatdan her cihatdan okşaş boluş gerek, tang mu tang boluş gerek, nah mu nah boluş gerek. Eğer nisi yolap qalsa yoki kem ziyadalap qap qalsa jazani utuda Peygamber sallallahu tushunib qo'ydi ha jazani degan. Mushikan deb oyatniki mujmalligini bu hadis orqali tushunimiz yana. Demak riba, mushunda turlik riba nima? Mush turlik riba jazana mushuni Allah Taala harom qildi. Uning ketidan halol qilgan bir halol degan hukm chiqadi. Mana bugungi oxirgi nimamiz ifodai maram hasil kalam mushudur. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.